Assalamu alaykum. Bize YouTube'daki hürmetli abunachilar. Az bu jo'ramizni mashinada kaldım. 100 milyon so'ma. 102 milyon so'm bo'lsa beraman. 15-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Чистый koreyskiy variant 4 yumshoq balonlar qo'yilgan. Zo'rindan, yumshoqindan hamma vaji родной. Hamma yeri taptaza o'zini shab turganimizda salondan chiqqanimizda shuni deydi. 76 ming yurt turibdi. 76 ming probeg. Apshipkalardan qo'ja tikilgan. İçleri alıp bir yuvib sirib berasizlar, mana berasizlar hazrat. Eng asosiysi oz yurgan родной vaj. Zadniy kameralar hamma narsasi bor. Hozir arkalaridan motorni masik ko'rsataman. Doğru haqiqiy egadan kelib turgan 3 tane vajim bor, zo'r. Ko'rib o'tiringlar. Agar video yoqqanimizda bir like bosasizlar, haqiqatdan doğru egadan kelib turgan 3 tane zo'r narsa. Algandan keyin hazratib minasizlar. Kam yurgan 76 ming yurgan haqiqiy vaj. Hazratib haydasizlar. 102 milyon so'm naq pul. Ishtir dedik-ku. Keyingi mashinamiz Spark 19-yil BAM doğru egadan hozir geldi. 93 milyon so'm BAM. 90 milyon so'm alındı, 3 milyon so'm qo'yildi. Kimlardir qiziq bo'ladigan bo'lsa, 19-yilda ishlab chiqarilgan 74 ming yurgan, kraskalari toza, metani hamma narsasi bor. Alıp bir yuvib sirib hayda beraverasizlar. Haqiqiy BAM hadrani mashina. O'sha nomerini ko'rgandan ko'p odam taniydi. Garantiyali vajlar bular. Mesela ko'ringlar, hozir bir zo'rindan Matiz ko'rsataman. Doğrusudanmi Matiz taptaza turibdi. 33 milyon so'mga beraman. Haqiqiy vaj. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, lekin bir qo'l haydalgan. 170 ming yurgan. Shu Matiz. Ozgina zanglari endi chiqqan hali. Bir keyfatadan yerim bor, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Boshda ichini ko'rib turinglar. Pollux variant. Mana mashina haqiqiy hali o'zim haydasammi deb turma, o'zim men mashinam yo'q. Haydab turmaqa. Hech kimdan qarzing yo'q, krediting yo'q bo'lsa haydayverasan. Matiz ham zo'r narsa. Qishni kuni ayniqsa dim tez qizadi. Benzinda haydasang ham ko'p rasxod, motorning tozaligini qarang. Ishonasizmi, konditsioner ham bor ekan buni. Motorning tozaligini qarang. Bunu o'zim haydasammi ya? 33 milyon so'm. Qiziqsangizlar ko'ringlar. Esa 3 tane haqiqiy hadrani mashina, 3 sam. Basinglar buni hadralar. Buni qo'ldan chiqarib bo'lmaydi.